Hozirgi paytda eng arzon sayohatlar Sharm el Shayx, Dubay shahriga $100 boshlanadi. Bular ichiga ko'proq Humoynaga nimalar kiradi? Xo'p, 3 yulduzli, 4 yulduzli mehmonxonalar. Agar o'zini hurmat qiladigan insonlar bo'lsa, men ularga ko'proq maslahat berardim. O'zim yaqin okaxonim ham yaqinda Dubay shahriga sayohatga ketdi. Men o'zim $680 dan shu travel kompaniyamizdan zo'r tur paketimiz qilib berdik. Buning ichiga 5 yulduzli mehmonxona kirdi. Tibbiy sug'urta hamda aviachipta, mehmonxona ekskursiyaning ichiga transport xizmatlari va Dubay shahrining eng zo'r Dubay Mallga va boshqa Dubay Marina zo'r safarilarga borishdi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu narsa $680 ichiga kirdi va basseynlari va mehmonxona va yotoqxonalari ham qolgan $260, $300 ga qaraganda juda ham farqladi. Men o'zim agar maslahat beradiganim, $680 dan Dubay shahriga tur paket xarid qilishsa, mazza qilib o'zlari ko'ngli yorishib borib dam olib kelishlari mumkin.